17 noyabr 2025 yilda soat 18:10 Mening yurtim kanalida Qodirxon Togri Yo'l serialining 10 mavsumining 41 qismi namoyish etiladi. Bu epizod ayniqsa hodisalar bilan boy bo'lib, tomoshabinlarni qahramonlar bilan birga quvonch va tashvishlarga chorlaydi. Har bir mavsum bilan serial o'zining chuqurligi va obrazlarning realistikligi bilan hayratga soladi. Hikoya chiziqlari uygun rivojlanadi, hissiy sahnalar esa qalbning eng nozik torlarini titratadi. Mualliflar drama va hazilni ajoyib tarzda uyg'unlashtirib, tomoshabinga yana va yana sho'ngishga istak uyg'otadi. Aktyorlik mahorati eng yuqori darajada, har bir rol samimiylik va tabiiylik bilan to'la, bu esa serialni juda yaqin va tushunarli qiladi. Shuningdek, ajoyib rejissura va tafsilotlarga e'tibor tomoshabinga ekrandagi voqealar haqiqiy hayotdek tuyulishini ta'minlaydi. Qodirxon Togri Yo'l seriali tomoshabinlar qalbida munosib o'rin egallagan va 10 mavsumning 41 qismi uning tarixidagi yana bir yorqin bosqich bo'ladi. Agar siz hissiy jihatdan boy, qiziqarli va ajoyib atmosfera bilan to'la loyihani qidirsangiz, bu serial aynan siz uchun.